Soğuk kadar. Yanırak avaz. Kıyın kalmış. Ayacan çokal. Vapa sadaka. Ana bula nur sahnasi raqobat bosqichidagi kishi qalbini larzalaydigan his bu. U mehrli qalblardan ishonch ko'zdan balqigan. Bugun bu Nurnisa xonimning yetakchiligida yangi halliga ko'tarildi. San'atga ishtiyoqi kuchlik Ilyar Nurmuhammad, Qur'on o'g'li Odil, Rishon o'quvchi Fahriyazlar, yoshlar kuychisi Yor G'ayra, ovoz kang Subinov ekan, chapisi Joyin, san'at kuchi balqib turgan Oliya Baha, o'zgacha san'at tuyg'usiga tuyg'u guruh, Dehqon yigit Mansur Ahmad, xush ovozli Mirzakim Bak, lirik kuychi Qahar o'zi, buxgalter yigit Abdulim Abduriyev, yosh ijodiyatchi Abduali Nurfa, Qanqa ishga qo'yilgan Diliyar Vaq, ovozi ili daryosida to'lqinli Olmos Abdi, tuzuk ovozli Mutabar kuy. Mana bular nur sahnasi raqobat bosqichida o'zaro raqobatga tushadigan, jismidan ishonch nuri balqib turgan jasur yoshlar. Keyingi manzillaringizga omad yor bo'lsin. Yushurmagan güzellik, hayat sırlıq tepişmak, küler hayat derhi, xush ovozlar yupurmak. Hayat tüker yıldızlar, talar yerde köp ızlar, aqidilik dillardan urğup turar köy qoşak. Hayat akkan bir derya, uçurap turar taşkıya, visal zaval qoşgizek, hayatlı bar köp sınak. Assalamu alaykum, naq maydondagi qizg'in tomoshabinlar. Assalamu alaykum, Ipak yo'li sadasi programmamizning aziz ishtirokchilari. Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Bug'ra madaniyat taqdis shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak yo'li sadasi hozir boshlandi. Shinnuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan güzellik bilan Chin Güzel girim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Riyosatchi qayrinishonlar Nijot Valiyoqdan hammanglarga sevginishli salom. Assalomu alaykum, naq maydonidagi aziz tomoshabin do'stlar, shunaqla televizor ekrani oldidagi ko'rgan do'stlar, riyosatchi qizlar Hidoyat Qulchamchidindan hammalarga oliy ehtirom. Shunaq aziz ko'rmanlar, Ipak yo'li sadasi programmasida 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlarimizning mukofot buyumlari intayin katta edi. Ular bo'lsa birinchi darajaga erishgan mahirni hasal makoni huzurida ishlab, soxta hasilni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan Bulja Pastel musulmoncha yemak ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mukofot uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutyar marketdagi a'lo sifatli savdosi ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnik taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Uchinchi darajalik mukofot bo'lsa Uyg'ur tibobatchilikda belgilik bir shart o'qilgan kinora mablag'chiligi arqon mahsulotlar ta'minlangan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'chak shirkati Azzoq kiyimchiligi ta'minlangan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunday bo'lsa, bizning mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorlig'imi intayin puxta. Shundoq hurmatli qarindoshlarimiz, undaqda navbatda biz o'zimizning eng qizg'in olqi sadolarimizni bugungi Ipak yo'li sadosi programmamizga alohida qadam tashrif qilgan 4 nafar muhtaram yetakchi ustozlarimizga bag'ishlaymiz. Ular bo'lsa Abdulla sahnasining yetakchi ustozi Abdulla Abdurim afandim. Qarshi olamiz. Nur sahnasining yetakchi ustozi Nurnisa Abbas xonim. Qarshi olamiz. Rivoyat guruhining yetakchi ustozi Mahmud Sulaymon afandim. Qarshi olamiz. Merhaba. Birodarlar guruhining yetakchi ustozi Erkin Abdulla afandim. Qarshi olamiz. Va shunaqla bugungi Nur sahnasida Nurnisa xonimning texmi Odil, shunaqla yaxshi qarorlarni chiqarish uchun hamnafas bo'lgan Nur sahnasidagi amir yetakchi Zulfiqor Kurash afandim. Qarshi olamiz.
sahnasi mahir tanlashda qaynoq hissiyatni o'lcham qiladi. Biz Ipak Yo'li sadasi programmamizning 3-chi bosqichiga, ya'ni sinaq bosqichiga qadam qo'ydik. Sinaq bosqichimizda ismimizga yarasha bizning ustozlarimiz o'z tarbiyalagan o'quvchilardan sinaq oladi. Bu sinaqda har bir guruhda 2 nafar mahir yana avvalgiga o'xshashla o'zaro beygiga do'yilg'i tushdi. Biroq bu navbat ularning ikkilisining tanlanib qilish mumkinchiligi yo'q. Ya'ni faqat va faqat bir mahirni o'z guruhimizga tanlab qolamiz. Hamda eng oxirida 17 nafar mahirdan faqat 8 nafar mahirimiz bu sahnamizda 4-chi bosqichga qadam qo'yish fursatiga erishdi. Undaqda 17-chi nafar mahirimiz, ya'ni boshqa guruhdan qabul qilingan mahirimizning raqobati zodi qanday bo'lgandi? Biz bu mahirimizning raqobatining texnik ochiq oshkora shunaqla odil bo'lishi uchun chek tortish orqali uning raqobatini tanlab beramiz. Qani, undaqda qizg'in olqi sadolar ichida Nur sahnasidagi 17 nafar mahirimizni sahnamizga taklif etamiz. Merhaba qarindoshlar. Mana ularning sahnaga g'ayur qadamlar bilan chiqishidan, ularning mardona qiyofatlaridan o'ziga bo'lgan ishonchini ko'rib olishga bo'ladi. Tirishchan yoshlarimiz bu maydonda o'ziniki hamkorligini, o'zining iqtidorini, talantini bizga namoyon qilib berdi. Naq maydonda tug'an 17 nafar mahirimizga omadlar tilaymiz. Undaqda Nur sahnasiga boshqa guruhdan qabul qilingan mahirimiz Murodilni qizg'in chavaqlar bilan sahna o'tirishga taklif qilamiz. Murodil, sahnamizga marhamat. Biz izchil programmamizda odillik, barobarlikni tavsiya qilib kelayotganligimiz uchun Murodilning musobaqasining ochiq oshkora bo'lishini ko'zlab, Murodilga qolgan 16 nafar mahirimizning ismligi qoldirilgan konvertni tayyorladik. Undaqda chek tortish usuli orqali o'zingizning raqobatchingizni tanlab oling. Murodiljonda hozirdan boshlab jiddiylik kayfiyati paydo bo'libdi. G'al titrayotdi. Almas Ablikim, muborak bo'lsin. Almas Ablikim, qani sahna oldiga marhamat. Vah. Xo'sh, navbat undaqda Nur sahnasidagi yetakchi ustozimiz Nurnisa Abbos xonimning yurak so'zlarini anglab baqsak. Assalomu alaykum. Televizor ekran oldidagi meni qo'llab kelayotgan Nur sahnasini qo'llab kelayotgan aziz ko'rmanlarim, ham shundaqla suyimlik olmaq o'quvchilarim, ham meni mushu izchil Ipak Yo'li sadasi programmasini xush ovozla sahnasida qo'llab kelayotgan 3 apandim sizlarga oliy ehtirom. O'z navbatida biz chek tortish faoliyat qildik. Bu nihoyat odillik bo'ldi. Nijat Vali Yoqub to'g'ri deydi. Biz Nur sahnasi, ittifoq sahnasi, hamkorlik sahnasi bo'lib qolmasdan biz bir oila kishilarga aylanib bo'ldik. Unda bo'lsa, men mushu mahirlarimga deydigan so'zim sizlarga omad yor bo'lsin. Nur sahnasining kelgusi mangu nurliq bo'lg'ay. Undaqda musobaqamiz rasmiy boshlandi. Nur sahnasidagi mahirlarning kelgusi texmi nurliq. Navbatda birinchi lot sahnamizda o'zaro jang e'lon qilgan mahirlarimiz bo'lsa, Murodiljon Muhammad Tursun bilan Almas Ablikim qarshi olamiz. Men Nur sahnasiga 17-chi o'quvchi bo'lib qabul qilinib kirgandan keyin Nur sahnamizning yetaklashida yaxshi tarbiyalarni oldim, masalan, nafasni qanday kontrol qilish va ichki ovozdan qanday foydalanish degandek. Nurnisa ma'lum qiladi qimmatli bir sonni bergandan keyin men o'zimga bo'lgan talabni shunday yuqori qo'ydim va muallimning yetaklashi ostida muallim bizga boshda naqsh bo'lgan vaqtida hissiyot cho'qim chunqur ifodalanish kerak bo'lgan bir naqshni bilib berdi. Bundaq naqshni aytishim mening kasbiy hayotimda tunji qatim. Muallimning yetaklashi ostida bunimi yaxshi o'zlashtirib oldim deb o'ylayman. O'zimni eng chong tirishchilik qilaman. Ana digen altın tığını, ana digen
altın tığımız ana digen rahat birimiz ana ketdi yok buldu amet ketdi halvallıkımız ana ketdi yok buldu amet ketdi halvallıkımız ana ketdi farzandlar qonmay avat uylar mangu chul qoldi tulani basti g'iribdi o'choqlarmi yalqinsiz qoldi bastı gripli ocaklar mı yalpınsız kaldı İsip anısız öyle ana bilen berkisi ketken İsip anısız öyle ana bilen berkisi ketken şu uylardur bizga ko'rsatgan Allah'ning ulug'ini şu uylardur bizga ko'rsatgan jinim ona Bağlarınız kaldı sıra Bağlarınız kaldı sıra Tağlardım yırakka Taş vurur dolkumda Yanımen göz yetmez samada İgane yıldızlar Dağlardım yırakka Taş vurur dolkundu Yanıma
yetmez Yegane yıldız olur Armanım sen Armanım sen Armanım sen Sen benim Oy armanım Armanım sen Armanım sen Sen benim Armanım sen, armanım sen, armanım sen, sen benim. Oh, armanım sen, armanım sen, armanım sen benim. Şimdiki yetakchilarimizga zot sizlarning bugungi ifodalar yarg'amidi. Ular qanday tavsiyalarni qilgandi? Eng oxiridagi qaror tanlashlar qanday bo'lgandi? Buniga biz intayin qiziqamiz. Undaqda oldi bilan biz yetakchilarimizning tavsiyasini anglab boqaylik. Erkin apandim. Olmaz bir yerde özünüz mis kıldığınız kitip kaldı. Asli kitip kalsı bombaydığı yerde yani köy almaşka yerde. Muradılmın ayeti mol hissiyat bilen tolup taşkan hissiyatlı bu nakşını orlap verdi. Tavsiyem Muradıl. Abdullah apandim. Ben Muradilcan'a bir bilet vereyim. Mahmud Sulayman apandim. Ustazı Nurnisa Hanım nəhayət qısqa vaxt içində yaxşı bir sənət bilimi bilan inimizni yaxşı tərbiyələdi. Mən Muradil inimizə bir bilet. Sizlarga maslahatlashib olishga ozroq vaqt beraylik bu jarayonda. Biz ikki nafar mahirimiz bilan ozroq munosabat. Undaqda endi o'zingizlarga nisbatan bugun ifodalar qandayroq bo'lgandi? Tentirishlar bo'ldi deb o'ylayman. O'zimning o'ylig'imni ifodalab beramadim. Balki endi siz mustahimdan ayrilib kelishingiz mumkin. Mushayatda bir ro'yi tayyorliklarni ko'rdingizmi? Tayyorlik bor. Qanday tayyorliklar bor? Biz amaliyotdan mashqqa vaqtdagi surat bu surat emas. Kamchiliklar ko'rilib qoldi lekin. Biz yalnız naq maydondagi kayfiyatni, naq maydondagi ifodani asos qilamiz. Ham bizning musobaqamizning qoidasi shu. Undaqda Nurnisa Abbas xonim sizniki hamroh yetakchiniz Zulqar Ko'rash apandimniki sizga bergan taklifini ochiq oshkora oldi bizmi anglab boqqan bo'lsak. İkilisi hakikaten yaxshi naqshchilar. Bugun azroq tantirish bo'ldi. Tavsiya qilish to'g'ri kelsa, sizdan tavsiyangiz. Olmaz. Nurnisa Abbas xonim. Bu ikkisi chek tortish munosabati bilan bir guruh bo'lib qoldi. Shundoq. Ikkilisida qat'iy mashq degan narsa yo'q. Men ikkisida o'zining kim shu bir guruh bo'lib qolishini balkim ya o'ylamadi. Hammasiga deb qo'ygan birdan naqshanglarga o'zinglar tayyorlik qilinglar deb. Muradil inimiz 2-3 naqshni degan menga Abdullah akamizning naqshlarini degan. Anetimiz to'g'riliq naqsh aytman deganda aytmang bu naqshning ancha qiyinlik darajasi yo'q desam, mayli siz tanlamang mushu Ipak yo'li sadosi programmasida men bir onam uchun bir naqsh aytib olsam deganligi uchun men qo'shilgan naqshlarning ichidagi birsi mushu onam uchun. Sizning hadingiz chiqdi, haqiqatan to'g'ri, nafas to'g'ri emas, oqisiga nafas yetishmadi sizning. Lekin shundoq bo'lsa-mu, hissiyotingiz bek yaxshi. Hamda Almas elimiz asli o'zi yaxshi bir naqshchi. Mana mashq qilmagandan keyin foydasi nishadi o'zinglarga bo'ldi. Agar oldingi qitimqi musobaqaga o'xshash bo'lgan bo'lsa, ikkininglarni men tanlamayman. 4-qitimliq aylanma musobaqada men bilan billa qo'l tutishib 8 kishini kiradigan o'quvchim
Çiçekten Çin güzel. Şübihisiz xam eşyadan işlengen söyünçe tish oqar tish pastasi sizning choy, tamakidan sarg'aygan tishingizni oqartadi ham tish chirishning oldini oladi. Tishingiz qamisa, yal tatib qolsa, tish miliki qanisa, yallig'lansa, söyünçe unumli tish pastasini ishlating. Agar ig'iz bo'shlig'i jarohati, issiq eshib ketish, ig'iz purash bo'lsa, söyünçe yalpoz tish pastasini ishlating. Tishingiz pok, dilingiz yo'ruq bo'lsin. Mana biz ishladik. Kinnuridan söyünçe. Kinnuridan söyünçe tish pastasi. Terini kun nuridan kuyishni, o'zgarishning o'zini olgan bobur qalqin Chin Nuri. Chiqibmi? Ha? Chiqibdimi? Chiqibdi. Sizga-chi? Agram so'tadan bir necha to'g'rilarga yana bir bo'lib mukofot chiqish faoliyati boshlandi. Menga qarab tursiz. Sizmi qo'lingizga alamning og'zini ichib, mukofotdan bahramand bo'ling. Voh, menga chiqibdi. Rayonimiz va Ishkirdagi danglik markalar chet eldan bevosita import qilingan haqiqiy mallarning eng e'tibor bahada sotib berish uchun albatta E'tibor Tor savdo shaharsini tavsiya qilamiz. Tordan mal sotilishda E'tibor Tor savdo shaharsini tanlayman. Pul tejay desangiz e'tiborga kiring. Isil materiallar asosida tadqiq qilingan istiqbol quvvat ichimligi Xotan istiqbol zavodida ishlandi. Suzlig'ingizni qondirib quvvat bo'ladi. O'qitilgan saxtamaldan saqlanib istiqbol markasiga diqqat qiling. Jasoratingizni texnik namoyon qiling'iz. Istiqbol erlar quvvat ichimligi. Malayziyaning Bikof oliy qahvasi rayonimizga yetib keldi. Bu faqat qahvada emas, boshqasiga aslo o'xshamas. To'xta, e'lon so'zlarga ozroqmi mubolag'a olishib qolmasa, rost aytaylik. Munosabati ishonsa hammadan bo'lgan. Malayziyadan akagini rostga, boshqasiga zotini o'xshamaydi ekan. Odamga qo'shibdi. To'g'ri, buni faqat ishimizda bilamiz. Qanchalardan bo'lardi? So'zlamak faqat nima biladi. Ularda iste'molchilarni chiqarsin. Malayziya Bikof oliy qahvasi. Chin Nuri biotexnikasi Sultan zavodida ishlangan güzellikning bo'yin mahirlarga omad tilaydi. Samimiy şirketi Malayziyadan importlanan şübhüdün qati diyette erkekler bu ichimligi alayda talab qildi. Almaz. Muborak bo'lsin Almaz! Muborak bo'lsin! Balkim bu natijamizdan nurg'ulgan ko'rmalarimizni shundoqla naq maydondagi tomoshabinlarimizning kutgan yeridan chiqqan bo'lishi mumkin. Biz olmasdan keyingi bosqichda texnik tayyorliklarni ko'rdiganlik ishini shundoq bo'lishini umid qilamiz. Almaz, endi undaqda to'yanga tushib, texnik bakrak tirishmasangiz bo'lmag'idek hayrat qiling. Bu do'ndoq bo'lsa sizning qanday shurak so'zingizni biz hozir anglab boqaylik. Men birinchi bo'lib Nurnisa muallimga chin ko'nglimga rahmat aytaman. Oldin qatimliq musobaqada meni tanlab mush bosqich kelishimga turtki bo'ldi. Undan keyin har bir ishda astoydillik bilan, xuddi o'zimning onamdek shunday yaxshi bilimlarni berdi. Mening eng chong orzuyim mush vaqtgacha san'at kasbi bilan shug'ullanib, onamni bir shunday chong so'rinda madiyalish, bir kuylilish fursatim bo'lmaganda. Eng chong orzuyimga yetdim. Yipak yo'l sadasida xuddi cho'lpon bo'lgandek, eng birinchi darajaga erishgandek hissiyatda bo'ldim. Bo'ldi. Undaqda mana shuningdek jushqin ko'tarangi kayfiyatda ustozlar bilan o'shlashib bo'ling. Bizimni berek yenisidagi naqshini aytgan Murodul Mamatxonga xalqimiz qo'l qo'yirgan o'rin bergisi. Armonim yenisidagi naqshini aytgan Almas Abdikimning armonlari reallikka aylandi. Chin Nuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan güzellik bilan chin güzel grim buyumlari mayırlarga omad tilaydi. Programmamiz bilan har minut, har daqiqa ko'zingizni chaqintadigan, turmushingizni go'zallashtiradigan birinchi avtomobil zavodi ishlab chiqargan Toyota Corolla avtomobili alayda hamkorlashgan. Shuna qarindoshlar, nur sahnamizdagi keskin raqobat davomlashyapti. Undaqda navbatda yana qaysi mayirlarimiz o'zining talanti va iqtidorini bu sahnada namoyon qilgandi? Ular bo'lsa Odil Ahmed bilan Ilyar Nuri qarshi olamiz. Ilyar, Odil. Ovozni so'nglamoqchi
çırayla. Şuna işkinler bir kadar sahnede özanlardan talattılar, namayat qilishgan. Burun naqsh etib, naqsh etgandan o'zimiz texnik chiqib, naqsh etib, qiyafimiz qanday bo'ldi, uni aslida aytib bergan. Keyin bu programda o'zimiz keyin televizor ko'rgandan keyin bu yarim rasmni raqsam bo'lib kelganda o'zimizda ko'nglimiz bir son bo'lib, ustozlarning bizga bergan taklif fikrlarni o'zimiz qabul qilib, o'zimiz tag'in yaxshi bu asoslarni qilib, keyingi bu musobaqalarga tag'in yaxshi bu asoslarni soldik. Gün bolsam sen çoğun yavgün, qarlıqda qiyalarda içilgan, yok iken erkiletmesmin, laqamin daraxtlarga. Nurisa Abbas xonim bizga mayli odat turmushda bo'lsin, mayli mashq jarayonida bo'lsin, bizga nurg'ulg'an bilimlarni o'rgatdi. Naqsh jihatda bizga qanday ovoz chiqarish, qanday nafas olish, shaxsan mening o'zimning kasbi gerçi naqshi bo'lmasa-mu, shu Nurisa xonimning guruhiga kirgandan keyin men nurg'ulg'an bilimga erishdim. Yo'qishgan erkilatmasmi, laqamin daraxtlarga uyulgan. Laqamin daraxtlarga uyulgan. Aş bırakdımı? Bunda asıq çıraylık çıkıdı. Qilishni hali yo'q. Qisqandan, ovoz qisqandan ichib o'tgan yaxshi. Sizniki ovozingizni yetishtirib kelaylik. Belki azroq kuch beraylik. Ha? Adil sho'x naqshi keldi, meni yaxshi yetdi. Men shaxsan o'zim sho'x naqshi kelsam qiynaldim, so'rilib qoldim naqsh o'rganayotgan vaqtlarda. Adil adil sen yanımda olsa, ayarning andalsa deb bergandan keyin men shuningga qarta, ustozimning o'rgatgan bilimini qarta, men bu o'zimga kuchlik bir bu naqshni yaxshi eslab qarayman. Biz bir guruh bo'lib, bu qatim bizga turgan bu naqshni texnik yaxshi, güzel amaçlar sınavlarımız da koyuldu. Biz hozir sahnaga chiqmoqchi bo'lyapmiz. Adil ishimizning bu naqshimizni g'albilik tamomlashimizni chin qalbimdan umid qilaman. Hamma yaxshi kifodimiz bilan. Salomat bo'ling. Xush ovozlar qatnashinglarni umid qilaman. Xush ovoz sahnamizda yangrsin. Rahmat ustoz. Gül bolsan ismin çukur yavgül, qarlıqda giyohlarda içilgan. Yo'qishgan erkiletmesmin bu, laqamin daraxtlarga uyulgan. Gül bolsan ismin çukur yavgül, qarlıqda giyohlarda içilgan. Yo'qishgan erkiletmesmin bu, laqamin daraxtlarga uyulgan. Zamanlardır beni anlattı kalsan, Suhi gülüm çıklar mı kılar kendine. Gel kalırsan ismin erken bulsun, kokuşunda kadar bizge anne. Zamanlardır beni anlattı kalsan, Suhi gülüm çıklar mı kılar kendine. Gel kalırsan ismin erken bulsun, kokuşunda kadar bizge anne. Loğutidin akturup, ey erken billep babay cismini.
dene Gel kalırsa Sizin erken bulsun Kutuşuda ateş Bizge ene Şamalları Sizini anlattı kalsa Su dikilip Kuşlar mutla denzene Gel kalırsa Sizin erken bulsun Kutuşuda ateş Bizge ene Erkensen, 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 hey! Hey, 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 hey! Bununca bu naqshini aytgan chig'inlarda oldin Abdulla Abdurim apandimniki tavsiyasini shuqla bahasini anglab beqishga taqozo bo'lsa deyman. Sonam Nurnisa bu ustida xeli ko'p boshqa tugan bo'lish mumkin. Inim ishkingla rahmat bu naqshni yana bir baldaq yaxshi o'ringa chiqibsizlar. Hozir manda teyze de koyumuz biz kartlarımız bo'yicha. Ben Abdul Ahmet'e tavsiye qilman. Erkin Abdullah efendim. Mening tavsiyam İlyar. Pek yaxshi natijalar xulosalanyapti. Endi Mahmud efendim, yani kimlarni sarosimiga selib o'tadigandu? Adıl inimizin sel muqimra. Alaylık gelgende İlyar'nın alaylık var nihayet özününki şu. Oturbun avazları bile yaxşı orulap berdi. Sizning tavsiyeniz? Adıl. Sizlardan so'rab baksam oldindan İlyar. Endi sizning o'zbekcha tutgan naqshlaringizni jiqroq anglagan. O'zingiz shuni yaxshi ko'rasiz-ku deyman. Bugun endi nima bo'lib shu naqshida hamroyingizdan hamkorlashni o'ylab qoldingiz? Men odatda shuqroq naqsh aytib qolsam, sal so'rlab qolaman-ku. Shuningga shu Adil hamroyimning meni yetakchiligida mana shunchalik holat ekilib bu naqshini. Adil Çalınışqımı, talınışqımı, avangard tayyor degandek. Menimcha talinish muhim emas. Ikkimiz bugun shu naqshni menimcha ko'nglimizdagidek yetib deb o'ylaymiz endi. Biz shunday seksi normal qarindoshlarimizni bakli yaxshi ko'ramiz. Ha, ma'qul, unda bo'lsa Zulqar Ko'rash efendim. Siz zodi qanday maslahatlarni bergansiz? Nimalarni kusurlashqansizlar? Nurg'un naqshchilar shu mixlab qo'ygandek aytadi ba'zi naqshni. Lekin bu ikkisining alohidaligi sənlikə müş tamaşaçılarla özlərə həmkarlıq, qızıtış. Tempo şunda tempo olğandı ki, çoxum şunu masajlaşdırıb etiş kerak. Zat sənlikə iş ot qoyub etmisən, bir partıltı itəmi ki desən, bombardıman qılıb etdi bu ikisi. Həqiqətən tamaşaçılarla bu şu kavak avazlı ağlığını buludu. Şundamı? Şəxsən mən oturanmadım. Mən bir cim oturanmaydığı adamdım. Mən zat usul çıkıb gidəy desəm, ma bədən bilən bombağan. Şu sen özlemsiz oldu. Hem de Nurnisa Erdem'e nahit keskin bir cevap vereyim. Nurnisa Erdem'e ben tavsiye kıldığım nakşim okuvçumuz İlyar. Hiç yok. Necat Hiç Bulat olmaydı. eskiga nima ishqasi ikki qilib qo'yib Adil har qitim meni hayron qoldirdi. Mashqda o'zini yaxshi ifodalamaydi. Herhalde kuchayotgandek, nihoyat tirishib mashq qilayotgandek qiladi, lekin ovozni anglamayman. İlyar bek ovoz mayli shu to'n ovoz bo'lsin, yuqori ovoz bo'lsin, shunda bir xil olinib turdi. Lekin men bugun sahnada İlyarning ovozini tuzuk anglayolmadim. Haliqi biz hayron qolgan furoqlar yo'q. Adil bugun o'zini haqiqatan namoyon qilyapti. Buldu. Qarindoshlar.
Nurisa Hanım. Adil. Mübarek olsun. Mübarek olsun Adil, mübarek olsun. Adil, keyingi bosqichga texnik yaxshi tayyorlik qiling. Balkim sizning hozir demoqchi bo'lgan yurak so'zlaringiz bor. Nurisa Abbos xonimga cho'nqir rahmatimni bildiraman. Rahmat sizga. Hamda bu jarayonda jafo chekkan bizning yetakchi ustozimiz Zulfiqar Kurashma odamga sizlarga cho'nqir rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Programmamizga qatnashgan bu bir qancha oydan buyon ko'p hosullik bo'libsizlar. Yaxshi hadid tepasizlar, ana o'rindagi bir ustozga erishibsizlar. Menimcha bu nihoyat yaxshi bir natija. Boshda sahnamizga qandoq chiqqan bo'lsak, shundoq kayfiyatda, xo'shallik elikida ustozlarimiz bilan xo'shlashib olsak, sizlarni yana davomli qarshi olamiz. Aman bo'ling, Ilyar. Erken temsilki naqşanlardan bahirlanma. Rahmet sizlarga. Adil Ahmedning keyingi bosqichga safariga barakat, Ilyar Nurining bundan keyingi san'at hayotiga qutlug' tilaymiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Programımızda devlet derecelik ekologik rayon Kelpin Nahiyet Tağbağı'na joylashgan kimiyelik terkipler kıtılmagan, sap havada pişiklangan, süpetlik buğdayda işlengen. Buğday sap suda juyulgan, bozuklık ilmetleri küydürüp etilmegen. Sap tabiiy un işlep çıkarıvatkan El Nuri unçılığı alayda kolladı. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Programımız bilen her minut, her dakika kızınızın çaklıkıdır. Turmuşunuzu güzelleştirdiğin, birinci avtomobil zavutu işlep çıkargan Karolla avtomobili alayda hemkarlaşır. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Kibidin xoli diyetli erkekler vakitçiligi alayda talep qildi. Bizning bu nur sahnamizda mahorat ko'rsatilgan mahirlarimiz bo'lsa, Diyor Hayrat bilan Fahriya Zotir. Qiling, marhamat. Diyar, Fahriye sığınımız. Kasbi jihatda o'zaro yordam qilishinglarni umid qilaman. Diyar bilan Fahriye chiqishdagi ovoz alayligida ashu cho'ng bas isqirtuv bilan chiqash isqirtuvi mushu ikkisini ovozi ashundaq bir narsani his qildiradi deb chiqib turdi. Ben Nur sahnesi qabul qilingandan keyin Nurisa Abbos ustozimning yetaklashi bilan naqsh o'rnash jihatida nurg'un ilgirlashlar bo'ldi. Mashq jarayonida mendagi nurg'un yetarliliklarni ko'rsatib, bizning ovozni qanday asrash, qanday joriy qildirish, mana shu o'rni vaqt bo'lgan asarga qarata hissiyotni yaxshi o'rnashtirishni o'rganib oldim. Özünə televiziyondan qaraganda mol şaşkınlıq, adətən şaşkınlıqla özün işte ankarlaşan jarayonda mənim nurg'unlagan mesela nafas olish bo'lsin, yoki shu naqshiga o'zimizning hissiyotini berish bo'lsin, mushtatim mayda cho'ng yordam qildi. Bu qatim men raqobatchim Umar Solim, Fahriya Zakir, Unay Krishchan Astaydil kasbiy jihatdan o'zgachilik ega mahir. Bu bir yil men uchun unutilg'isiz bir aslim bo'lib qoldi. Men sabostozimdan shu maqsad hissiyoti, bilimlarni olib, zo'r tirishchilikni ko'rsatib, ilgilash bo'ldi. Biz hozir sahnaga chiqmoqchi. Fahriya Solim, sizga utuq tilayman. Diyor, g'ayrat qil. Hozir biz shu televizor ekran oldidagi ham shunaqla naq maydondagi tomoshabinlarimizga sizlarning eng esli maqsadlarini anglatmoqchi bo'lyapmiz. Shunga ishqinglar sahnada o'zinglarning talantinglarni namoyon qilgan asosda bir-biringlarga hurmat qilishinglarni, ovozinglarni bir-biringlarga besib olmasligini umid qilaman. Qanday bo'lishini qilalamsizlar? Qilaman. Qanday bo'lsa, g'alabsizlarga yor bo'lsin. Marhamat.
Yar uchun qo'ysam qadam Sevgiga yetarman Yar uchun qo'ysam qadam Yar vasliga yetarman Yetalmay yor vasliga Armandan gidermen Yetalmay yor vasliga Armandan gidermen Gönlümden aramı yok Küleyde bu külelmeymen Gecede ay bulmuşsa Tenha yolunu yürelmeymen Hey Tanrıga ahım yetip Canavımni kürermen mu Tanrıga ahım yetip Canavımni kürermen mu Şu bir gün gepinekten Günler ara sürermen Şu bir gün gepinekten Günler ara sürermen Gönlümden aramı yok Küleyde bu külelmeymen Gecede ay bulmuşsa Tenha yolunu yürelmeymen Gönlümden aramı yok Küleyde bu külelmeymen Gecede ay bulmuşsa Tenha yolunu yürelmeymen Gecede ay bulsa Tenha yolu sürelmeymen Gecede ay bulsa Tenha yolu sürelmeymen Gecede ay olmasa Tenha yolunu yürelmeymen Tenha yolunu yürelmeymen Bunaqa bizning 3 nafar yetakchi ustozlarimiz sizlarga nisbatan qanday baho va tavsiyalarni bergan. Oldi bilan Erkin Abdulla efendim siznikini anglab baqsaq. Diyarga abul kütüven gap kaptı. Fakriyaga bibirlikka igiz gap kaptı. Bu meseleni asli tankeş müzik işlegende alqig'il bo'ldi kuy almashtirish orqali. Balkim vaqt yoki boshqa masala tufaylidan buni hal qilolmagan bo'lishinglar ehtimol intayin yaqin. Shu sababli ozroq masala ko'rilib qoldi. Asli bu naqsha intayin kuchtilab qilgan naqsha. Masalan, qizchoq bibirlikka kelgan chog'da hozir yolg'on ovoz bilan aytyapti. Asli ovozi u yerga yetmagan ekan. Asli ovoz bilan ovozni qo'yib kirib ketadigan naqsha. Shunga mening tavsiyalarim Rahmat. Abdulla efendim sizning tavsiyalarınızı anglab baqaylik. Mening tavsiyalarim ham
Diyor. Rahmat. Mahmud efendim. Bir medet yüzüden bozma bir biletini vereyim de sağlam. Biz yuqorida 3 nafar yetakchi ustozlarning bahosi va tavsiyasini anglab o'tdik. Bu minutlarda sizlarning deyishni xohlaydigan gaplarni anglab bersak bo'lamdi. Nurnisa Abbas ustozim bilan Zulqar Kurash muallimga chin dilimdan rahmat aytaman. Chin yuragimdan rahmat aytaman. Fahriya siznikini anglab boqaylik. Naqshi kasbda dars o'qimoqman ekan. Nurnisa ustozim Zulqar Kurash muallim menga bekrak kuchli ovoz mashq qilishyapti. Shuni o'zim his qildim, oldin qish qaro musobaqasi qaraganda hozir xili yaxshi deb o'ylayman adamcha. Kehim yaxshi bo'lishga tirishaman. Rahmat sizlarga. Endi keskin qaror chiqarilishdan burun Zulqar Kurash efendimning fikrini anglab boqaylik. Kuy to'g'riliq gap bo'ldi emasmi? Shu hozir eskartish kerak. Asli kuyni to'g'ri tanishib bergan. Kuy almashtirli deb o'ylashgandik, lekin endi ijodiyat hurmatga asosda kuyni ashta bekitib bergan to'q. Bular repetitsiya vaqtida shunda yaxshi o'rindigan, masalan, Fahriyaning ovoz siliqlik darajasi ko'tarilgan vaqtida rost ovoz bilan o'rindash haqiqatan repetitsiya vaqtida yaxshi bo'lgan. Endi hozir uduqib ketdi, menimcha shu yolg'on ovozga o'tib ketib qoldi. Men ishonaman Fahriyaning bu eng cho'ng sahnaga chiqishi birinchi qadamda bunda cho'ng sahnaga chiqib oldi. Bu haqiqatan nurg'un odam qilolmaydigan g'ayrat. Mayli qaysinglar shallaninglar, qaysinglar tallaninglar, sizlar 16 ga kirib oldinglar. Millionlagan odam ko'z tikkan bir sahna bu. Endi o'z gapimizga kelsak, tavsiya qiladigan o'quvchimiz men Fahriya qalay. Nurnisa Abbas xonim. Fahriya singilimiz bugun mushunchalik itolig'iniga men shunchalik xush bo'ldim, chunki bu bir necha haftaning ichida ovozni yuqori ko'tarib bu holatga aytilish bek tas ishgan. Qo'linglarni beringlar. Davomli olg'a ilgarilaydigan o'quvchimning ismi Kichigimda momam oltin to'yinga yetkaysan deb peshonam sevgan edi. Chin Nuriydan oltin to'y yerishligi buncha faslingizga, yoshlik faslingizga, darna faslingizga, qaramliq, onalik faslingizga hamroh bo'libsiz. Chin Nuriydan oltin to'y yerishligi oltin to'yingizdan, oltin bo'yingizdan aylanmay. Buncha to'y oltin to'ylarga ulaşsin. Chin Nuriydan oltin to'y yerishligi. Asli güzel. Siz aslili güzel. Terinizning sezgirligidan azoblandingiz. Teri sezgirligi azobini tortayotgan asli güzeller uchun babona Guliyxi. Chin Nuri. Yemeliga xushbaroq joy bor. Ta'mibak esilgan. Yana choy almashtiribsizlar-da. Tabiiy xushbaroq Zarabshon qizil pamilchi. Zarabshon choychiligi. Coşkun hayatın namayandisi Abide gazlık isimliki. Abdullah aka, neçə gündən beri toxtumay adam talavatçılar. Çarçap ketdiniz yaxşı. Biz çığınızı çəkib ketib ağırıb qalmang yana. Demisimi özünüzü atırsınız bular ya Abdullah aka. Odam degan albatta charchaydi. Ammo men Xushandarni tanlag'achqilar charchash his qilmayman. Ham immun kuchimni tuvallab, zehniy quvvatimning ojizlab ketishidan andish qilmayman. Sizlarni teklif etinglar. Chunki Xushandar aqsil talqonlari hazm qilishni ilgari surib, immun kuchimizni oshirdi. Xushandarni iste'mol qilsanglar, hammanglar Abdullah akamdek charchamaydigan bo'lib ketisizlar deb o'yladim o'zimcha. Hey! Hey! Qafe sopun parashiga odil keladi, ha? Saqlab turinglar. Nima? Taxlaning mashinasi bitib qopti.
Faxriy alayda sopun parashuki siz uchun xizmat qiladi. Faxriy. İSU materiallar asosida tadqiq qilingan istiqbol quvvat ichimligi Xotan istiqbol zavodida ishlandi. Sizligingizni qondirib quvvat bo'ladi. O'qitilgan saxtamaldan saqlanib istiqbol markasiga diqqat qiling. Jasoratingizni texmi namoyon qilinglar. Istiqbol erlar quvvat ichimligi. Ordubon mahallasi davrimiz aznatlarini 220 ming kvadrat metrlik ordu uslubidagi bog'cha hayoti bilan tartibdi. Kangtasha bino orliqi ko'rish doirasini yuqori chekka yetkazib, jinotsizlik va zamonaviylikni his qildi. 5400 kvadrat metrlik mahalla savdo ko'chasi Ordubon mahallasining aholilarga ko'rsatgan xos izzat ikrom. 220 ming kvadrat metrlik Ordubon mahallasi. Qiziq liniya telefoni 0991 28 91 111. Alayda nefis texnika qo'llanib ishlangan omoq balalar zakisi üzülmaydi, kanlashmaydi. Suv so'mirishchanligi yuqori, elastikligiga ega bo'lib, bo'g'inqingizning qo'rsqini qismay, ozoda harakat muhitiga ega qiladi. Keng serlik chaplaq qilib loyihalangan bo'lib, onalar uchun texnik qulaylik ilib keladi. Omoq buvoqlar mahsulotlari bo'g'inqingizning ayrilmas hamrohi. Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Bu programmani samimiy shirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin xoli diyatda erkaklar bu ichimligi alohida talab qildi. Diyar Muborak olsun, diyar muborak olsun. Muborak olsun. Sizlarga isu bo'lgan, nadir bo'lgan nomerlarni aytishingizni umid qilamiz. Bo'ldi, qaramilang. Mush minutlardagi yurak so'zlaringizni anglab boqaylik. Mushtahning uncha qadam chiqma deb chiqarmaydi u men chiqdim. Shundoq. Bo'ldi, faktiya bundan keyin kishilarga ushlayar bo'lsin. Xo'sh, salom. Qo'yma muңлык muhabbat lirikasini sizga taqdim qildinglar. Diyorning g'albisini qutlaymiz. Umoq qizimiz Fakriyaning bundan keyingi ishlariga utuq tilaymiz. Bundaqda navbatda nur sahnasida yana qaysi mahirlarimiz birga raqobatga tushadigandu? Ular bo'lsa Subinur Hekim bilan Joe Ying qarshi olamiz. Birga kirdigan vaqt keldi. Tartlaydigan vaqtinglar keldi. Shunga bir-biringizlarga o'tirib qo'ymasliginglarni umid qilaman. 自从加入努尔舞台，我学到了很多的东西。总的来说，这一次参加这个丝路好声音的比赛，然后努尔导师教我的这些东西是我从来以前没有学到过的，所以我非常非常的感谢他。那是一个秋天，风儿那么沉淀。 Mayli naqsha yoki ovoz jihati bo'lsin, menga nisbatan eng chonqur ta'sir qilgan grupa bo'lib men mehr muhabbatdan Sal acelemeyelim. 感觉苏比是一个非常非常强劲的对手，他也是非常有实力的。那我希望在这一次的比赛当中，我们俩能碰撞出非常一个美妙的歌声，然后献给大家，而且希望我们俩都能够取得一个好成绩。PK raqobatchimning joyi qanday vaqtida noyatda ansirgan. Birinchiga noyat cho'ng bisim bo'ldi, ikkinchisiga etalanimi etamasmanmi degan o'yladim. Lekin menga o'z guruhimdagi bolalar, ota-onam senlarga men o'zim senlarga bo'ldim. Shunga bugun biz joyining ham o'zimga cho'ng adab qilayman. O'sha sahnada o'zimniki eng ifodalanganlar bilan chiqishinglarni umid qilaman. Joying bilan yaxshi hamkorliklar akkordiyatda shu tepedagi akkord bek ovozni besib ketgan. Asli melodiya ovozga qo'shib ketgan mushaklarga ishlarni maqodan diqqat qilinglar. Bularni joying jayo.
秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响，震彻山谷。就是那个秋天，再看不到他的脸，他用他的双肩托起我重生的起点，黑暗中泪水沾满了双眼，你不要离开，不要伤害。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间，不知道未来还会有什么风险。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，妈妈笑了。这是一个夜晚，天上繁星点点，我在梦里看见我的妈妈，一个人在世上要学会坚强，你不要离开，不要伤害。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，天亮了。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间，我要为他建构一个美丽的花园。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，他们笑了。那么接下来我们先听一下我们3位导师的评价，好吗？那么首先，艾瑞肯老师，赵英英唱的感情投入方面做的比较好，然后史宾诺是唱的很帅。我觉得一首歌曲感情投入非常重要，所以我推荐赵英英。阿卜杜拉老师，赵英英是一个比较有经验的一个歌手，就是能看出来一轮比一轮唱的越来越好。完了以后也有一些那样的挫折，可能将来的这个发展当中以老师的带领下，我们可以解决一些问题。所以您要推荐的是？我要推荐赵英英。赵英英，恭喜赵英英2票领先。我们还得听一下马木老师的评价和他的推荐。在这个A段的时候，您的那个颤音处理的好，在高音部分，有些地方有点偏低，
Subinur avj taraflarni yaxshi oldingiz. Zhao Yingyin tuvan tarafini yaxshi oldi. Ikkilanlarning alohidligi bor ekan. 那么最终你推荐是谁？我推荐谁啊？Subinur。好，感谢马虎老师的推荐。我们先听一下你们的此时此刻的感受。然后感谢四位老师吧，能够用就是汉语跟我说，跟我点评，非常感谢。因为我确实在语言上有一些困难，所以之前那个啥也跟老师交流过，也非常感谢努尔导师这一次这首歌给我的指导，给我了很多指导，因为我唱歌有些毛病在里面。但是呢，这次跟苏比做搭档，然后我们俩一起排练的时候，就是我们俩就属于好姐妹那种，然后各自发挥各自的特长吧，这样子。他唱的也非常好，非常喜欢他的音色。然后希望那个结果我也不好说了，听老师宣布吧。那么我们接下来再听一下 Subinur 的感受。 Bu naqshini bugun aytishlik sababim shu yo'qolib ketgan uzun bo'lgan singlimiz Suryaga atmoqchiman. Mayli men tanlay yoki shalmay shu singlimizning balroq tepib arimiz qaytib kelishini umid qilaman. Zhao Yingyin endi bizning bu nur gruppasidagi osonlik millat. Bizga nisbatan osonlik millat. Lekin bizga nihoyat tezlikda kirishib singishib ketdi. Endi biz ikki millat o'g'limiz bilan bu san'at degan faqat bir narsa. Muzikadan iborat mushta bir buyuk narsa orqali biz do'stligimizni yaqinlashtirdik. Subinur bugun endi azroq ketkizib qo'ygan yeri bor. Ulardan chiqib ketgan yeri bor. Lekin singlim ishim olmaydi. Shunga men hozir gapni qisqartib sulday. 您的推荐是？我的推荐是Subinur。那么接下来我们一起来听一下诺仁超老师的最终的决定。高音部分确实你们俩都有缺点，偏低，一个是偏高，所以我决定Kızım görünmeydi. Tepstekңа? Ак yo'l so'pinining xushidi, burung'ida emas, yuraklargimi to'lish. Doim o'shundoq tez tepib olsiz dada. Chunki dadalik mehrim siz bilan birga qilsin. Yana kelib, kelmangizdagi pok yo'lning xushidi. Ак yo'l so'pinining kir-chiqirish unumi yuqori. Turlik dog'larni pokiz tozalab, xushbiroq qiladi. Pokizlik pokishning muqaddimasi. Sizning uyda pok yo'l bor, sizlarning uyda-chi? Ак yo'l so'pi parashini aylaningizdan ayrimang. Yine degan xushbiroq joy bu. Pərdədək isilgən. Yəni çay almışdırıbsizlərdə. Təbii, xushbiroq Zarafshon qizil pəmilchi, Zarafshon choychiligi. Şinjan Mötver Xalqaro savdo cheklik shirkati yangidan ishlab chiqargan ochil to'pin parashugi ishonchlik bo'lib, siz o'ylab boqmagan katta mukofotlar chiqadi. Shunda har xil mukofotlardan qarsim burilka, hamza ochiq ekan. Shunda kir chiqarish unumi ajoyib yaxshi ekan. Shunga biz ochilni tanladik. Men kirib ishlak bir narsa chiqayamsan. Eliqini unutib qolmasa. Kam, Alram savdosida bir yash beraymi? Bir yashmi? Aka, Alram shirkati yaqinda bir yash qolsam, bir yash mukofot chiqqan faoliyatni yo'l qo'ydi. Sizlar boqasiz. Rasul chiqib qoldi bu. Mana aka, hozircha bular emas, bir budulka olsam, bir budulka mukofot chiqib. Mana aka, mana. Maqlay. Aka. Voy, limondan chiqilib oldi. Ishidan bir yash bo'ldi aka. Rostmi? İşte uygularım gapirayapman. Alram soda suyi. Mana bir maydon raqobat boshlandi. Maharat kuchimni bir ko'rsatayapman. Bu yigitni bosh emasmi nima? Qahramon. Ma'qul aka. Asliga bu yer ekanda. Adlaka, asli qahramon musunligini ichib kuchingizni markazlashtiribsiz-da. Shunda fikr. Ichimlikning modisi, tan his qilar huzuri, qahramon quvvat ichimligi.
Şinjan Qo'shnur yuvish buyumlari cheklanish shirkatining xalqimiz qilgan esil sovg'isi Qo'shnur markali sopun parishki. Yaxshi choy o'zining ta'midan, xushpirqidan ma'lum. Nozil alayda qarchaylari xush ta'mi bilan hammamizni ram qildi. Ajdodlarimizdan tortib ichib kelgan esil ta'm nozil alayda qarchaylarda mujassam. Atgan choy qilib ichsangiz texmi ta'mlik. Dada, qanday unni tabiiy undaymiz? Balan, sifatli bug'doylar xom ashyo qilingan, tog' suyida yuyilgan, saf havoda pishiqlangan, pishiqlash jarayonida hech qanday ximiyalik tarkib qo'shilmagan unni tabiiy undaymiz. Organik yemeklik ishlab chiqarish o'lchami bo'yicha tosh tugman temperaturasida ozuqliq elementlari kuydirib etilmay ishlab chiqarilgan Al-Nur tugman uni tabiiy yemeklik bo'lish sifati bilan sog'lomligingizga to'kdi qo'shqusi. Tabiiy yemeklik sog'lom demaklik. Al-Nuri. Samimiy sapqillarga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyor bo'lgan Qutyar soda suvi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyar xalqimizning umidini aqladi. Qutyar 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izlanib Qutyar soda suvining sifatini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Soda suvining sarkisi Qutyardir. Xalqimizning xushtari kam bo'lmasin Qutyari. Qutyar soda suvi. Qutyar. Çin Nuri Biyofen Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. Joey! Mübarek olsun! Joey! Konşi! 好，周莹莹，也希望你在下一轮比赛中表现得更加出色，好好准备，加油！Zubinur, chiqing juda so'zingizdan olaylik. Bunun bir mag'lubiyat deyilmaydi. Yana tirishma. Zubinurning bundan keyingi san'at hayotiga texnik zo'r utuqlarni tilaymiz. Shundoqlab sizga omadlar yor bo'lsin. Ustozlarimiz bilan xo'shlashamiz. Jismida yoshlik, ishonch nuri bo'lib turgan nur sahnasidagi bu burchi Qizilgulning tong otdi nomli maqsadidan huzurlandi. Zubinurning yangroq ovozini eslab turamiz. Zhou Yingyingning keyingi manzillariga barakat tilaymiz. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Programımız bilen 2015 yılı yeni nusku bilen temtenlik bazar silingan Ravi 4 avtomobili alayda hemkarlaşlar. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shididin Qali diyetda erkaklar kuvvetçiligi alayda talab qildi. Navbatda bizning bu nur sahnamizda kimlar o'zaro raqobatlashadigandu? Ular bo'lsa to'yg'u guruhi bilan Aliya Vahab. Sizlarniki bu jarayon sahnadagi ifodanglar bek muhim. Biz Zulqar ikimiz bir isim naqshini o'ylashdik. O'zinglar erkin ozoda qo'yib deb, mush naqshning o'zini chiqishinglarni umid qilaman. G'ayrat qilinglar. Xaloyiq quloq sol cemizning dardiga bu tatlı mağdubda işleni deb shaharga do'sti dushman qilarkan bayliq degan biz nur sahnasi bo'lib sotalagandan keyin Yunuslar boshqarib turgan nurg'ulg'on ta'limlar ko'tardi hamda ba'zan rapchiatdan yetishamagan yerlar bo'lsa bizga o'qishlar guruhidan murakkashni tarbiya bizga nurg'ulg'on bilimlarni ato qildi. Aşağıda söyledik. Nursaydınız korkusuna kırgındım diye. Biz kapatmadan nurgun bakın. Çekimdeki kıyafetlerimiz, güzellerden nurgun ilimden bilmiyorum. Hem de bu kıtıbki rakibimiz Aliye'ni ilan kılan vakitte resketini kısak biz toktuk. Neymiş için degende Aliye arxil ustup nakşi yetiştirmeyi hem arxil ustup asan sınıf ederdi. Lekin bizim özümüz işençimiz var. Nasıl yapsam ben bu mağlarla bir grup kapılıp koyduğumu algan vaxtımda ben bu korkan çünkü ben rakip bakmağam, malım tezkendi.
Ben bu lekin bular bilan bunu meşgul qilish jarayonlarida faqat o'zimlardan bularning uyuti bilganlardan qilib shunga hamma qilib tashib taklif chiqarib o'tib Çıkarıyordunuz. Siz ovozingizni ozroq kontrol qilavering. Ma'lumki ovozni yig'ishsangiz bo'lmaydi. Chuqur kontrol qilgan asosda bular bir qadar e'lon qilamiz. Lekin ishlarni bo'shamiz. Qana? Unda bo'lsa sizlarga g'albi yor bo'lsin. Yanlar aldı bilen bizden 3 nefer yetekçi ustazlarımızın sizlerge bergen tavsiyesi ve bahasını anlap bakaydı. Hoş, Abdullah efendim. Alaydı yaxşı bir numur bo'ldi. Bizga musobaqa tuyg'usi bermidinglar. Mushuning o'zila bir cho'ng muvaffaqiyat. Men Aliyani tavsiya qilaman. Mahmud Sulayman efendim. Rab vaizlik deymiz yani.
bu uslub bugünkü zaman ama müzik şeklinin bir türü. Ama lekin ma türü bilen mukamma kısamman olacağım bak tayak yiyiz. Çak. Sizning tavsiyalaringiz. Ma yigitqimni ilhom beraylik. To'g'ri, to'yib. Xo'sh, Erkin Abdulla efendim. Bakla yaxshi aytdingiz. Onun üstüge bu nakşımı milli purakka ega hip hop oldu. Özgüçü çıktı. Benim tavsiyem hip hop etadigan yarımızga yosh bolalarga rag'bat yuzsidan tuyg'u. Yuqorida biz 3 nafar yetakchi ustozlarningki bahasi va tavsiyasini anglab o'tdik. Ular bo'lsa Zulfiqar efendimning Naqshi bilan mushinchilik bo'lar ustozlar endi. Sahni qizlar, mushinchilik qizlar. Aliya mushu bizning nur guruhidagi yadro bomba. Bu intayin xatarlik bir naqshchi. Buni ovozi favqulodda yuqori. Aytpa desak, balki mushu chiroq svetlarni aytib o'tishi mumkin. Vitasnikini anglab biz nimandam yuqori ovoz bor ekan deb bildik. Aliya aytgandiki vitas bir tuvan ovozli naqshchi ekan deb o'ylaganmiz. Shundaqmi? Aliyadagi tabiiy talantni hamda shu ota-onalardan sirtmish nur guruhidagi do'stlar o'zi biladi. Yaxshi aytdingiz ukam. Bizning ma 3 yigit hamda rap bo'la, mashinchilik bo'la. Rap bu hozirgi zamon san'atidagi bir nihoyat kambos bo'lmaydigan bir san'at shakli. Biz chet elning ilg'or madaniyatini ekirib, o'zimizdan madaniyat bilan yug'urib, o'zimizga xos bo'lgan bir uslub yaratishimiz kerak. O'ylaqi aşıqlar deymiz. Mana hikoya aytib turib, jamomillarni aytib turib, bizlar rap aytishdi. Buni ham bu rap degan bizdan bo'lgan rasa kurashganlar bildi. Yevropaning san'ati deyishga bo'lmaydi. O'zimizda madaniy san'at, har xil san'at biz demisimi? Biz o'zimizga qarasak, bizda har xil san'at shakli bor. Xalqni vuyu degizatdinglar. Mushuning o'zida natija. Mening Nurnisa adimizga tavsiya qilgan naqshchim Aliya. Rahmat, Zulfiqar efendim. Oxirgi tanlash yana o'zingizdan Nurnisa Basxonim. Aliyani egiz naqshchi deblam ovoz favqulodda yuqori debla tanlab olishga bo'lmaydi. Buningda o'ziga tushliq kam yerlar bor. Lekin men naqshini bergan vaqtimda haqiqatan rap aytib bakmagan. Qanday xulaki desam, lekin buningmi o'ddisidan chiqyapti demak, buni bo'sh emasga. Abdulla akamiz bilan bir qatorda o'tiryapman. Musha akamiz men sizlardek vaqtimizda "Meka singlim, ma ish bor" deb meni ashunda qo'llagan. U chaqda unda qo'llash asosiyatda 0 deyarlikdi. Sahnaga chiqishimiz uchun nurg'un cho'ng buvay mo'maylar, cho'ng dadalarimiz, cho'ng opalarimiz pensiyaga chiqqan chaqda anandan keyin sahnaga chiqadigan vaqtimizdi. Mana shu chaqda bizniki Abdulla Abdurim akamiz bir necha yoshlarni shu qatorda meni mayar mundaq ish bor, mana mundaq qilayli deb, xuddi men sizlarni hozir yetaklayotgandek shunday yetaklagan. Hozir bir o'rinda o'tirganimiz bilan men cho'nqur hurmatim bor, izchil shunchalik qo'shib ketgan. Mush akamizni ko'rib, menni ko'ra oladi ekanman deb. Mushunda qo'llash bilan xuddi akamiz meni qo'llagandek men sizlarni shunchalik qo'llab keldim. Ya'ni bundan keyin jiq qo'llashimiz bor. Shunga men bilan 4-chi navbatlik aylanma musobaqaga qo'l tutishib kiradigan o'quvchimning ismi Aliya Vahab. Muborak olsun, Aliya, muborak olsun. Bundan sahnadagi nodir bo'lgan anchani hayron qoldiradigan nimalarni aytishdan tilakdoshimiz bo'ldi. Xo'sh yigitlar, shu vaqtki yurak sezdiranglarni anglab qolsak. Men cho'ngib hozirgacha bir qitimda o'yinga apab kapaqtigan, o'yinga kapaqtigan. Chunki buni qo'llamaydi emasmi bu yaxshi uslubni. Degan faqat sahifada qutadiq, lekin biz ishonchimizni qutamaymiz, biz menga turamiz. Eshit. Aliya Vahabdagi yangroq ovoz o'zgacha san'at tuyg'usiga ega tuyg'u guruhga birlashib, qo'y temisidagi naqshini voyaga yetkazib o'rnadi. Aliyaning qalbisiga muborak bo'lsin. Tuyg'u guruhining o'zgacha tuyg'ulariga rahmat.